Alaykum. Demak, sizlar bilan demak vocabulary for trained graphs ni ikkinchi qismini, ya'ni part 2sini o'tamiz, xudo xolisa. Demak, yana har doimgidek o'sha videolarni boshida aytib o'taman, что agar bu sizni bu darslarni ko'rayotgan birinchi videoingiz bo'lsa, demak xato qilasiz. Siz bu videolarni birinchi darsdan ikkinchisi, ikkinchisidan uchinchisi, uchinchisidan to'rtinchisi qilib ko'rib borsangiz, tushunishingiz ancha ham yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun agar siz buni nechinchi videodan ko'rayotgan bo'lsangiz ham videodan chiqib birinchi darsni topib o'shandan boshlab ko'rishni boshlang. Demak, strukturalarni davom ettiramiz. Vocabulary for trained graphs ikkinchi qismi, ikkinchi darsimiz. Xo'p. Demak, half bilan bizda so'z bor, to half va half. Nima degani bu? To half bilan half. Demak, to half degani 2 marta kamayish. Half o'zi yarmi degani. Tushunarli? Demak, bizda formulasi bor to halfniki. Demak, subject, halved, number, time. Qanaqa qilinadi bu? Mana the figure for dental, ya'ni dentalni ko'rsatkichi halved, 2 marta kamaydi. From 100 to 50 between 2010 and 2012. 2010-2012. deb aytsangiz bo'lar ekan. Xo'p, demak, menimcha juda ham oson bo'ldi. Buni tushunishingiz juda ham unchalik qiyin bo'lmaydi, xudo xolisa. Ikkinchisi halfga ozgina challenging bo'lishi mumkin, e'tibor beramiz. Subject time was half of what it was in deb yozasizda, keyin vaqt yozasiz, virgul qo'yib turib, undan keyin falling, keyin number yozasiz. Nima degani qaranglar. The figure for dental. Nima degani the figure for dental? Subject degani bizda. Mana in 2012 yoki o'sha yili nima bo'lar ekan? Time ga to'g'ri kelar ekan. Was half of what it was in 2010. Ya'ni bu time ga to'g'ri keladi. Keyin bu yoqdan virgul qo'yilyapti. Virgul qo'yilgandan keyin falling mana ana formulada bor edi. Keyin bu yoqqa number from 100 to 50. Mana tushunmayotganlar uchun mana bu dental ko'rsatkichi bor, bu 100 da bo'lgan va 50 ga tushgan, demak 2 marta kamaygan. Xo'p, shu narsani o'lchaymiz. Ya'ni bu realniy grafda olib qo'yamiz. Endi hozir boyagi ikkita formulani yozib olgan bo'lishingiz kerak. Endi sizlar bilan praktika qilamiz. Demak, 1979-yildan 2004-yilgacha, 1979-yildan 2004-yilgacha lamp bilan beef consumptioni 2 martalab kamaygan. Ya'ni 220 dan 120 ga tushgan, 150 dan 175 ga tushgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 220 dan где-то 110 ga tushgan, 150 dan где-то 75 ga tushgan. Demak, hozir siz nima qilishingiz kerak? Videoni to'xtatasiz. Men 5 sekundgacha jib turaman, o'sha payt to'xtatasizda mashqlarni bajarasiz. Boshladik. Demak, biz tugatdik. Demak, vazifalarning javobini ko'ramiz. Xo'p, the consumption of beef halved from 220 grams to 110 grams between 1979 and 2004. Yoki consumption of lamb pieces va davomini yozasiz. Keyingisini nima ekan bizda? The consumption of beef in 2004 was half of what it was in 1979, falling from 220 to 110 grams bo'lar ekan. Demak, keyingisi ham xuddi shunaqa, faqat sonlar va yillar o'zgargan ekan. Xo'p, endi keyingisi bizda so'zlar bor: exceed, surpass va overtake. Bular qachon ishlatilinadi? E'tibor beramiz qachon ishlatilishiga. Misol uchun, agar bizda ham ko'rib turgan bo'lsanglar, belgilab qo'yganman. Demak, bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda chicken pasta bo'lgan, lekin o'tib ketdi bu, qaranglar. Nimadan o'tib ketdi? Beefdan o'tib ketdi. Tushunarli? O'sha chicken beefdan o'tib ketdi deyishimiz bizni mana shu gaplar bo'lar ekan. O'tib ketdi. Exceed, surpass yoki overtake so'zlari bilan foydalanib yozsangiz bo'lar ekan. Xo'p, bizda verblar bor: exceed, surpass va overtake. Endi mana subject 1, verb, subject 2, time bo'lar ekan. Nima degani bu? The consumption of beef, tovuq iste'moli, exceeded o'tib ketdi. The consumption of beef, mol go'shtining iste'molidan
in 1989, ya'ni 1989-yilda deyapmiz. Tushundinglar? Ya'ni exceed, overtake, surpass so'zlari bilan ishlatsangiz bo'lar ekan. Xo'p. Keyingisi e'tibor beramiz. In personda berilayotgan o'sha inquirieslar, so'rovnomalar fevral oyida va mart oyida nimadirlar qilibdi, demak, fevral oyida qaysidan o'tib ketdi, mart oyida nima ko'rsatkichdan o'tib ketdi. Demak, the number of inquiries received in person desangiz, bu subject bo'lar ekan. Demak, mana bu subjectni o'zgartirsangiz bo'ladi. The number of inquiries received by telephone, by email or letter deb yozsangiz bo'lar ekan. Videoni 5 sekundga to'xtating va vazifalarni bajaring, undan keyin javoblarni ko'rsataman. Demak, vazifani bajarganingiz degan umiddaman, lekin bajargan bo'lishingiz kerak. Iltimos bajarib boringlar. Vazifalar, demak, the number of inquiries received in person exceeded the number of inquiries received by email or letter in February. Keyingisi, the number of inquiries received in person exceeded the number of inquiries received by telephone in March. Endi buni qarang. Exceeded nimaga o'zgartirsangiz bo'ladi? Surpassed desangiz bo'ladi yoki overtook desangiz bo'lar ekan. Xo'p, bu ham juda ham o'sha foydali frazalardan bittasi ekan. Ekzaminingizda ishlatsangiz bo'ladigan. Keyingisi recover bor, recovery bor. Buni sinonimlari bor. Xudo xolisa buni kelasi o'sha darslarda nima deydi? Essay analysis qismlarida ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, recover, recovery. Bittasi noun, bittasi verb bo'lar ekan. Subject, recovered, number. Recover nima degani o'zi? Recover tushib turib, yana qaytsa, ya'ni tushgan, keyin ko'tarilsa, o'sha narsa recover bo'ladi. Nima degani? Despite an initial sharp fall to approximately 175 grams, garchi 175 gramga tushgan bo'lsa-da, bizning ko'rsatkichimiz the figure for beefni ko'rsatkichi subject. Then keyin recovered, mana recovered to deyapmiz number 240. Mana bu yerda 240 larga to'g'ri keladi. Grams per week in 1984. Menimcha tushunarli bo'ldi. Ko'rsatkich prosta recover qildi dedik. Bu yoqda tushdi, keyin recover qildi. Despite tushunmayotgan bo'lsangiz, no big deal. Contrast linkers imенно trend graflarda ishlatilish holatlarini bitta-bitta tushuntirib beraman. Xo'p, demak, subject experienced a recovery. Mana bu yerda virgul qo'yishimiz kerak, juda ham muhim. Increasing plus number plus time. Nima degani? Despite an initial sharp fall to approximately 175 grams, ya'ni 70 ga tushgandan keyin deyapmiz, undan keyin the figure for beef then experienced a recovery, increasing 240 grams per week in 1984. Ya'ni the figure for beef is the subject, experienced so'zi bor edi, a recovery, ya'ni bizda fixed fraza bu. Undan keyin virgul qo'yamiz. Mana undan keyin increasing 240 grams dedik. Tushunarli? Juda ham yaxshi fraza. Endi mana shu yerda siz mana yaxshilab e'tibor beringlar. 2001-yildan 2003-yilga tushgan birga, ya'ni Fransiyani ko'rsatkichi qayerda u? Mana 2001-yilda mana bu yerda bu yerga tushgan. Tushunarli? Tushib turib ko'tarilgan. Mana shu ko'tarilgan qismiga biz recover yoki recoveryni ishlatishimiz kerak. Tushunarli? Boyagi ikkala formuladan ham foydalanib, siz hozir nima qilishingiz kerak? Ikkita gap turishingiz kerak bitta holatga. Men 5 sekund jim turaman, siz videoni to'xtating va vazifalarni bajaring. Demak, ishlagansiz degan umiddaman, javoblarni ko'rsataman. Xo'p, despite a decline to 1 in 2003, the figure for France then recovered to 1.5 in 2004. Okay, despite a decline to 1 in 2003, the figure for France then experienced a recovery, increasing to 1.5 in 2004. Demak, juda ham chiroyli gaplar chiqdi. Bu so'zlarni yodlab, prosta essaylarda ishlatish kerak o'sha. Keyingisi bizda so'zlar bor. Demak, bizda double, triple, quadruple, fold, times so'zlar.
judayam o'sha ko'p ishlatiladigan so'zlar bu graflarda nima degani? Marta o'sish degani, bir necha martalik o'sish degani bu. Hozir sizga buni qo'llanishlarini ko'rsataman, keyin o'zingizga vazifa beraman har doimgidek. Demak, bu biz hozir tushuntiradigan narsam bo'lar ekan. Xo'p, the number degani bizda subject, qolganlari verb, number. Xo'p, demak, bizda double nima degani? Double 2 marta o'sish degani. Double bizda 2 marta o'sish degani. Xo'p, misol uchun mana 1992-yil va 94-yil. Mana 92 va 94-yil da raqam double qildi. Ya'ni double degani 2 marta ko'paydi degani. Demak, the number doubled between 1992 and 1994. Juda ham chiroyli chiqqan double so'zini ishlatish maslahat beraman. Keyingisi tripled. Nima degani tripled? Tripled degani bizda 3 marta ko'payish degani. Mana bu yerda 1000 bo'lgan, mana 1994-yil va 96-yil. 94-96-yil. Demak, 1000 bo'lgan, 3000 ga oshgan. Demak, tripled degani 3 marta ko'paydi degani. Quadrupled bizda 4 marta ko'payish degani. Mana bu yerda bizda 3000 bo'lgan bo'lsa, bu yoqda bizda 12000. Nima degani? 4 marta ko'payyapti degani. Demak, the number quadrupled from 1996 to 1998. Tushunarli? Xo'p, menimcha unchalik qiyin bo'lmayapti deb o'ylayman. Agar qiyin bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, keyingi formula. There was a deymiz. Ya'ni fiksirovanный formula bu. There was, esingizda bo'lsa, nimadir ham fold increase desa bo'ladi. Mana bu 2 ni boshqalarga o'zgartirsangiz bo'ladi. 2 fold, 3 fold, 5 fold ketaveradi. Demak, 5 martalik o'sish bo'ldi. There was a 2-fold increase between 1992 and 1994. Ya'ni mana bu joydan bu joyga 2 martalik o'sish bo'ldi deymiz. Endi agar 1992 dan 96-yilga o'sish bo'ldi desak, 6 martalik o'sish bo'lgan. Ya'ni there was a 6-fold increase between 1992 and 1996 desak bo'ladi. Tushundinglar? Keyingisi the number went up, oshgan, ko'tarildi 6 times. Mana shu 6 o'rniga boshqa so'zlar ham qo'ysangiz bo'laveradi. Between 1992 and 1996, ya'ni 1992-yildan 96-yilgacha 6 marta oshdi deymiz raqam. 6-si. The figure in 1996 ko'rsatkich was 6-fold, ya'ni 6 martasi bo'lgan the 1992 figure. 1992-yildagi ko'rsatkich. Juda ham chiroyli chiqdi deb o'ylayman. Xo'p, the figure for 1996 was 6 times higher than, ya'ni 6 times higher than that of 1992, ya'ni 1996-yildagi ko'rsatkich, mana bu ko'rsatkich. 92-yildagi ko'rsatkichdan, ya'ni bu ko'rsatkichdan 6 marta higher bo'lgan ekan, 6 marta kattaroq bo'lgan ekan. 8-formula ham deyarli shunaqa. Faqat bu yerda greater than deb ishlatilinadi, higher than o'rniga. The figure for 1998, ya'ni 1998-yilgi ko'rsatkich 4 times greater than, 4 marta kattaroq bo'lgan that of 1996. 96-yildagi ko'rsatkichga qaraganda deymiz. Endi sizga vazifa beraman hozir. Demak, grafamiz boyagi so'zlar orqali, ya'ni double, triple, quadruple, fold, timeslar orqali siz ham 8 ta so'z yozishingiz kerak bo'lar ekan. Hozir videoni ko'rib turgan joyingizda men 5 sekund jim turaman. Siz demak videoni to'xtatasiz va shu grafaga yozar ekansiz. Ketdi. Xo'p, yozdinglar degan umiddaman. Iltimos yozgan bo'linglar ishqilib. Xo'p, demak, mana shu bizning javoblarimiz bo'lar ekan. Hozir javoblarni videoni iloji boricha to'xtating, mana shu so'zni to'xtating. Nimaga tushunmadingiz yoki nimaga tushundingiz? Nimani to'g'ri qildingiz bu yerda? O'sha narsani yaxshilab tahlil qiling, iltimos. Videoni to'xtating, 5 sekundga men jim turaman. Demak, to'xtatdingiz degan umiddaman. Bu oxirgi so'zlarimizda, ya'ni trangraflarda ishlatiladigan, ishlatishimiz mumkin bo'lgan vocabulary for trangraphs'ning ikkinchi qismini
ikkinchi party edi bu. Demak, bu ya'ni bu so'zlardan boshqa so'zlar yo'qmi deyishingiz mumkin. Bor albatta. Buni premium kurslarimda o'rgataman. Agar sizga misol uchun shunaqa video darslar kerak bo'ladigan bo'lsa, video darslardan foyda o'zimni olganda qaranglar, men o'rgatayotgan narsam ham uncha-muncha joyda misol uchun o'rgatiladi deb ayta olmayman. Bunaqa podxod bilan o'rganib foyda olayotgan bo'lsangiz ham, shuni o'zidan foyda olayotgan bo'lsangiz ham zo'r, молодцы. Lekin agar sizga yana ham bundan ham kuchliroq bo'lgan darslar kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalining ismi Telegram. Hop, bizda Olimjon Shokirov. Demak, Shokirov. Olimjon Shokirov linkida Telegram kanal bor. Noto'g'ri yozib qo'yaman. Xo'p. Demak, kanal ismi bizda Olimjon IELTS Mentor. Olimjon IELTS Mentor. Bu Telegram kanalimizning oti. Bu bo'lsa Telegram kanalda linki bor ekan. Mana shuni to'g'ri yozib ko'nglim olmayapti. Xo'p. Telegram chotki. Xo'p, kanalga qo'shilinglar. Ichida mana lichkam topishingiz mumkin. U lichkadan o'sha kurslarni so'rasangiz bo'ladi. Endi buni qachon ko'ryapsiz, qaysi vaqtda ko'ryapsiz bilmayman. Siz misol uchun o'sha paytda so'raganingizda kurslar bo'lmay qolishi mumkin. Xudo xolasa, bundan ham yaxshiroq video kurslar, premium kurslar bor. Siz yozavering agar kerak bo'ladigan bo'lsa. Xo'pmi? Umuman olganda rahmat ko'rganingiz uchun. Foyda olayotgan bo'lsangiz, zo'r, nima deydi? Videoni maqsadi o'zi foyda berish bo'lgan. O'zi birinchi o'rinda. Nima deydi? IELTSlaringizni tayyorlanayotgan bo'lsangiz, iloji boricha o'rgangan narsalaringizni apply qilib borishga harakat qiling. Keyin bu video darslarni ko'rdingizmi? Misol uchun hozir nechinchi darsdan boshladingiz? Birinchimi, ikkinchimi, uchinchimi? Iloji boricha birni ko'rgandan keyin 2, ikkini ko'rgandan keyin 3, ya'ni ketma-ketlik bo'yicha ko'rib boradigan bo'lsangiz, foydasi yaxshiroq bo'ladi. Lekin agar siz 3-chi, 4-chi videolardan ko'rishni boshlagan bo'lsangiz, nechinchi videodan ko'rishni boshlagan bo'lsangiz ham, boshdan ko'rmayotgan bo'lsangiz, demak xato qilayotgan bo'lar ekansiz. Rahmat, charchamang, sog' bo'ling. Aytganimdek, kurslar uchun Telegram kanaliga qo'shilasizlar va mana lichkam topib yozsanglar, bu narsa bo'yicha gaplashib chiqamiz. Individual darslar ham o'taman. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa, bu haqida ham so'rasanglar bo'ladi. Rahmat, charchamanglar.